O'rtoqlar qaranglarda, bir qiziq narsa borda. Mana qaranglar. Bilasizlarmi o'zi savdo strategiyasini mohiyati qanaqa? Mana savdo strategiyasida siz savdo qilasiz. Sizda mana bunaqa narsa bo'ladi. Mana bunaqa narsa bo'ladi. Va shu orqali daromad qilish. Va mana bunaqa paytda o'sha siz daromad qilayotgan sistem tizimni mana shunaqa holatga tushmasligini oldindan aniqlash. Oldindan, da, kelajakda emas, oldindan aniqlash. Buning uchun, mana shuning uchun bizga algoritmlarni o'rtoqlar, ya'ni biz ishlaymiz-ku. Mana qaranglar. Nimaga O'zbekistonda juda ham ko'pchilik noto'g'ri ishlaydi? Например, sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Например, men sizlarga aytishim mumkin-da, o'rtoqlar. Mana bu yerda M modeli shakllangan va shuning uchun narx M modelini buzib pastga ketdi deb aytilsa, o'shandan keyin men maqtanib chiqishim mumkin. O'rtoqlar, qaranglar, klassika rulit, navbatdagi shedevr. Mana klassikani ishlashini qaranglar. M modeli atrobotga bo'ldi, juda ham chiroyli deyishim mumkin, o'rtoqlar. Lekin, например, da, mana shu M modeli masalan so'nggi bir yilda necha marta ishlagan, necha marta ishlamagan. Xo'p, bir marta ishladi degani bu doim ishlaydi degani emas u. Например, marta ishlamagan bo'ldi, masalan, g'oya berilgan. Mana M modeli Mni buzib, например, yuqoriga ketganda, bunga o'xshagan vaziyatlar juda ham ko'p bo'lishi mumkin. Men atrobotga bo'lgan ekan, masalan, mana bitta ham ishlamagan bo'lishi mumkin o'sha. Xunukroq M, например, mana bitta ham ishlamagan o'rtoqlar, masalan, M ko'rasizlarmi? Mana shu narsalarni o'rtoqlar biza tekshirib chiqib oxirgi 5 yillikda qo'lda tekshirib chiqishimiz mumkin o'rtoqlar, lekin bu juda ham noqulay. Biz juda ham ko'p vaqtdan yutqizib qo'yamiz. Juda ham ko'p. Mana yana bitta M ishlamagan. Nimaga? Chunki stop lossni urib keyin ketgan. Biz bilishimiz kerak-da, nimaga ishlamagan o'sha payt, qanaqa yo'l xatolarga yo'l qo'yganmiz. O'sha narsa uchun biz uni agar algoritmga tushirsak, o'shanda uni aniqlash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Masalan, bitta yangilik